Viloyat soliq boshqarmasida 2026-yilda soliq qonunchiligiga kiritilgan qo'shimcha va o'zgartirishlarga bag'ishlangan amaliy seminar tashkil etildi. Unda soliq qo'mitasi vakillari, viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i, tadbirkorlar hamda hisobchilar ishtirok etishdi. Tadbir avvalda 2025-yilda namunali faoliyat yuritib, soliq va majburiy to'lovlarni o'z vaqtida to'lab, byudjet daromadlarini oshirishga hamda mamlakatimizning rivojlanishiga munosib hissa qo'shgan tadbirkorlik subyektlari, eng ko'p soliq to'lagan tadbirkorlik subyekti, eng ko'p ish o'rinlari yaratgan tadbirkorlik subyekti, eng intizomli soliq to'lovchi, eng yosh tadbirkor hamda savdo qoidalariga rioya qilgan eng yaxshi tadbirkorlik subyekti nominatsiyalari bilan taqdirlandi. Viloyat soliq boshqarmasida bo'ldik va 2026-yilda katta o'zgarishlarni bildik. Ko'p o'zgarishlar bizga ma'qul keldi va o'tgan yilgi qilgan mehnatlarimiz evaziga yosh tadbirkor nominatsiyasida g'olib bo'ldik. Bu uchun kattakon rahmat. Seminarda soliq qonunchiligidagi yangiliklar malakali mutaxassislar tomonidan batafsil tushuntirib o'tildi. Aytish joizki, bugungi kunda naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish hamda biznes yuritishda raqobat muhitini yanada rivojlantirish mamlakatimizda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish dolzarb vazifalardan biridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 10-dekabrdagi farmoniga ko'ra 2026-yil 1-apreldan boshlab barcha savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi yuridik shaxslarga yagona QR kodli to'lov tizimi orqali to'lovlarni qabul qilish majburiy etib belgilanadi. Shuningdek, bir qator xizmatlar uchun to'lovlar faqatgina bank kartalari yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab aylanmasi 1 milliardgacha bo'lgan yakka tartibdagi tadbirkor va o'z-o'zini band qilgan shaxslar uchun aylanmadan olinadigan soliq stavkasi 1% qilib belgilandi. Bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari chiqdi. Bu qarorga asosan yakka tartibdagi tadbirkor va o'z-o'zini band qilgan shaxslar ixtiyoriy ravishda raqamli platformadan o'tishlari va o'sha raqamli platformaga asosan soliqlarini to'lashi joriy qilindi. Bu tadbirkorlik subyektlari uchun juda katta imkoniyatlar yaratib berdi. 2026-yildagi muhim yangiliklardan biri, ya'ni yil boshidan mol-mulk, yer, qo'shilgan qiymat, aylanmadan olinadigan daromad va ijtimoiy soliq bo'yicha hisobotlar soliq organlari tomonidan avtomatik shakllantiriladi. Bunda soliq to'lovchiga hisobotni 5 kun ichida tuzatish huquqi beriladi. Hisobotlarni o'z vaqtida taqdim etmaganlik uchun belgilangan ma'muriy jarima miqdori esa kamaytirildi. Bu seminar juda mazmunli, ya'ni kerakli savollarimizga juda biz yaxshi javoblar oldik. Kelajakda ham xuddi shunaqa seminarlar tez-tez bo'lib tursa, bizga juda foydali bo'lar deb o'ylayman. Ba'zi bir qonunchilikda mavhum bo'lgan narsalarda ham biz bu yerda imkoniyat bo'ladi. Soliq qonunchiligidagi bu kabi o'zgartirishlar yurtimizda ishbilarmonlik hamda tadbirkorlikning yanada rivojlanishiga katta hissa qo'shishi bilan ahamiyatlidir.